Qarang, qumda yumshoqligini qarang. Qumda yurishda o'ziga yarasha gashti bor. Hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Arablar uxlashyapti. Ular abada turishadi. Bizni millat kelib bosdi bu yerlarda. Mazza qilib yuribmiz. Mazza. Bir guruhimiz kemada yuribdi, aylanib kelishyapti. Kemaga qo'yib yubordik. Hozir sekin cho'milgani ketyapmiz. Cho'miladigan yerimiz o yerda. Mana qumda bosish kerak. Bu tabiiy. Bu yalang'och hech kim yurmay qo'ydi. Hali bekarga atakayoda hali bir tabib chiqib dot vaydot deyapti-yu, bekarga emas bu. Qumda yurish kerak. Oyoqdan issiq o'tish kerak. Mashalloh, mashalloh. Mana va izlar, qushlarning izlari. Chaykalar izlari. Har asrdan keyin bir yer gavjum bo'ladi, to'ldir bo'ladi odamga. Shomda endi gapirmaylik. Arablar dam olishni biladi. Dengiz bo'yi kelib, kreslo qo'yib o'tirib, semiyni gaplashib o'tirishadi. Suhbat qurishadi. Subhanalloh. Mazza qilib bosyapmiz. Yog'ochdan qilib o'xshatgan qarang buni. Eski yog'ochdan qildirib. Ana soya bor yeri muzdek bo'ladi, bolam. Mashalloh, mashalloh. Birga yurgandek bo'linglar. O'shda sovuq hozir. Voydot, voydot, mazzami? Mazzami? Mazzami hojilar? Sovuqda qolishdi bizdagilar. Mana issig'ida aytmang endi. Issiq emas, bir 23 gradus. Mazzami? Alloh sizlarga yana yetkizsin. Kelib yurib shashilish yo'q. Ham ibodat bo'lyapti, ham sayohat. Banda shunaqa ekanda o'zi. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Bu dunyoda ham yaxshi yashaylik. Allohning yaxshiliklarini, savoblarini olib, bergan ne'matlardan chiroyli foydalanib, halolidan chiroyli foydalanib deyapman. Halolga rioya qilib, inshaalloh. Alhamdulillah.